Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Bugun e'tiborlaringiz markazina Cherry 8 Pro Restyling eng so'nggi modelini, eng full pozitsiyasini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz eng full pozitsiya, kraskalari 100% toza. Tonirovka razishnalari 10 oy bahali. Mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Eng full pozitsiyasi, sideniya pamyat, xullas hamma narsasi. Bunda akustika sistemasi fullunda Sony ishlatilgan bo'ladi. Sideniya pamyatlari 3 haydovchiga moslashgan. Sidenalarni ko'rishingiz mumkin. Вообще мощный ishlangan. Panorama lyuk. Skorsichaklari ham необычный dizaynda ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. 3 xil rejimda harakatlanadi. Eco, Sport, Normal. Mashinamiz 15.000 kilometr masofani bosib o'tgan. Evakor poliklar döşalgan. Sostenasi dim idealniy. Mashinamiz oilaviy crossover. Ya'ni 7 mesta bo'ladi. Orqada mana mestalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Sidenalarning hammasi isiydi, soviydi, xullas hamma funksiyasi bor. Mashinamizning bir yeridan defekti, qirilgan, sirilgan, chizilgan, metina qilingan joyi hech narsasi yo'q. Mashinamiz zo'r narsa edi. Ko'rishingiz mumkin. Orqa sidenalarida hali umuman odam o'tirmagan. Paketlari bilan turibdi. Xolasangiz buni yatırib qo'yasiz. Sibirniy pardachasi bor. Shuni tushirib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zining zavodskiy narsalari hammasi upakovkasida turibdi. Mashinamiz kitoblari Mashin dim zo'rligi. Yana mashin dalniya ketsangiz, masalan, uzoq safarlarga, dam olishlarga chiqadigan bo'lsangiz, juda qulay. Mana narsasi bo'lmaydi, men adını bilmayman, lekin massajlanib, massajlari bor. O'zi massaj etib ketaveradi. Monitorda kinoni ko'rib, hazat sürüden o'ch. Mashinamizni hozirgi kunda, mashinamiz eslatib o'ting, 2024-yil dekabrda avtosalondan olingan restyling varianti. Chunki 23lari arginin bo'lgan. Bu 401 qara shunday bo'lgan. Bu restyling varianti. Durun shuni ikkisini farqidan bir ko'rsatib o'ting. Mana salonni ko'rib olinglar. Bu 25 restyling saloni ko'rishingiz mumkin. Bunda 23 nikini ko'rsataman. 8 Pro. Sidenalar salkichroq, skorsichaklari bekning ham bu chistin tablo ki monitor alohida bo'ladi. Unda splashnoga ham bo'ladi. Shunday farqlari bor. Endi mashinamizni narxiga kelsak, mashinamiz narxi 365 million so'm. Ustunda kelishamiz. Naqd kvartira, avtokredit, любой variantda so'rashamiz, xudo xolasa. Kimani ichki variant ma'qul bo'ladigan bo'lsa, sizlar xohlagan bankingizdan chiqarib beramiz. Masalan, byudjet tashkilotlarida oylik oladigan xodimlar bo'lsa, ularga arzonroq chiqadi, ya'ni Asaka bankdan, Milliy bankdan xullas. Mashinamizning svet ham необычный svet. Azyan Li9lar ashlan svetinden. Bu svet o'zi pod zakaz olingan ekan. Cherry 8 Pro'da men ko'rmayapman bu svetni. Birinchi marta ko'rishim. Lekin svet ham shunga shunday yoqimli. Hammamizga shunday yaxshi mashinalarni meni ko'rish nasib etsin. Mashinamiz GDI turbina motor bilan jihozlangan, 2 litrlik. Yurishlari dim zo'r, dim. Niyat etganlar bo'lsa bir like'larni bosib, mashina izlab yurgan yaqinlaringizga tanish bilishlaringizda qarindosh to'g'onlarga tashab qo'ysangizlar mamnun bo'lamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Mashinamiz Qo'shko'pir avtomarketda sizlarni kutib turibdi.